ertaga yaxshi ishlash uchun bugun mehnatga harakatni boshlashingiz kerak. Biron bir soha yo'qki, bugungi kunda isloh bo'lmagan. 100 million dollar biz investitsiya kiritishni oldimizga maqsad qilganmiz. Avvallari hokimlarimizni qidirib borsak, soatlab kutgan paytlarimiz ham bo'lgan. O'zi bizda kunimiz bor. Hokimlar qattiqqo'l bo'lishga majburmi? Qanaqa muammo bilan kelsa ham uni eshitishga harakat qilaman. Chunki rahbardan qo'rqish kerak emas, rahbarni hurmat qilish kerak. Rahbardan qo'rqish kerak emas, rahbar ham inson. Lavozimni orqasidan yugurish kerak emas deymanda. O'zi umuman hokimlar ham dam oladimi? Dam olmaymiz desak noto'g'ri bo'ladi. Maqsadni to'g'ri qo'ying va harakatni boshlang. Halol mehnatning rohatiga erishish uchun albatta mashaqqatli yo'ldan o'tish kerakligini unutmaslik kerak. O'tayotgan vaqtingiz sizga ertaga yaxshi ishlash uchun bugun mehnatga harakatni boshlashingiz kerak. Assalomu alaykum aziz hamrohlarimiz. Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Bugungi hamrohimiz Samarqand viloyati Narpay tumani hokimi Sherbek Bo'ronov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar tumanimizga. Rahmat. Bugun Narpay tumaniga jamoamiz bilan ilk bor kelishimiz. Bizning asosan ko'rsatuvimiz tafakkur yo'li deb nomlanadi. Bu asosan bizning o'sha tashkilotlarda, tizimlardagi rahbarlarimiz bilan amalga oshiriladi. Chunki nimaga degan savol tug'iladi. Asosan rahbarlarimiz har bir qaysi bir tashkilotda ishlashmasin, o'sha tashkilotni rahbardek biladigan inson bo'lmaydi aslida. Ba'zida aytishadi-ku, rahbar bilmasa ham bo'ladi yoki bilmaydilar, sezmay qoladi deydilar. Aslida bu yolg'on. Chunki rahbar har bir narsani zimdan biladi. Xodimlari ham xuddi nima deydi, o'zining talabalariga o'xshaydi-da. Yaxshisini yaxshi, yomonini yomon. Shunga o'xshash qilib biz ham asosan rahbarlarimizdan olishga harakat qilamizki, bugungi islohotlar, yangiliklar, yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan qarorlarning ijrolari qay tarzda ta'minlanyapti, ta'minlanayotgan qarorlarga qanday yondashuv bor va bu haqida yangiliklarni aynan sizdan bilishni xohladik va Narpay tumaniga jamoamiz bilan tashrif buyurdik. Xush kelibsizlar. Endi suhbatni boshlaymiz. Marhamat, suhbatga ruxsat bersalaringiz ichkarida davom ettirsak. Marhamat. Rahmat. Marhamat, kelingizlar. Bugungi kundagi yangi islohotlar, davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan o'sha siyosatning asosiy negizini, asosiy maqsadini biz o'sha har bir davlat tashkilotida ishlayotgan mutaxassislar uni amalga oshirish kerak, ertaga o'sha qarorlar o'z-o'zidan bir chekkada qolib ketmasin. Ijrosi ta'minlansin. Albatta ijrolari ta'minlanyapti rahbarlarimiz tomonidan. Avvalambor yana bir bor xush kelibsizlar. Bizni tumanimizga juda ham xursand bo'ldik. Sizlarni kelishlaringizni eshitib, jamoani biz to'g'risi bir yil bo'lyapti kelganimga. O'tgan yil iyun oyida kelganmiz tumanga. Endi kelgandan birdan eng katta ishimiz bizda o'sha tadbirkorlik subyektlarini ko'paytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, umuman mana shu davlatimiz rahbari tomonlaridan har bitta soha bo'yicha biron bir soha yo'qki, bugungi kunda isloh bo'lmagan. Bu iqtisod yo'nalishi deymizmi, ijtimoiy yo'nalish deymizmi, qurilish deymizmi, barcha sohalarda bugungi kunda bizga hurmatli prezidentimiz yo'nalishlari bilan, mablag'lari bilan hamma sharoitlarni qilib berganlar. Mana shulardan biz samarali foydalangan holda bugungi kunda ishlar tashkil qilganmiz. Umuman tadbirkorlik yo'nalishiga to'xtaladigan bo'lsam, bu yil biz oldimizga juda katta marralarda olganmiz. 2025-yilda 100 million dollar biz investitsiya kiritishni oldimizga maqsad qilganmiz. Buni hammasini manbalari, tadbirkorlari bilan birga qilingan. Eng katta loyihamiz mana hozir tumanimizga, markazga qarab kirib kelishlaringizda katta bozorimiz bor. Bir bozori, mana shu bozorda biz yaqinda sotdik. Davlat ulushini 51% ulushini tadbirkorga sotdik. Endi bu yerda katta bir zamonaviy savdo kompleks quriladi. Mana 2 yillik rejalashtirilgan 2 yillik loyihamiz bu. Bu loyihamizning summasi ham 35-40 million dollar bo'ladi. Bitta mana shu loyihani o'zi. Bu yerda qo'shimcha 1700 dan ziyod tadbirkorlik subyektlari paydo bo'ladi. Bu degani bugungi kunda amalda 3000 ga yaqin bo'ladigan bo'lsa, qariyb 5000 ga yaqin tadbirkorlik subyektlari paydo bo'ladi. Bu yerdagi o'sha xufiyona iqtisodiyot deymizmi, hammasi legallashtirilib katta bir kompleksga aylantiriladi. Undan tashqari yonimizda yana bizda eski
binomiz bor edi. Shu bozorda, bir bozor qo'rg'onida, shaharchasida avtoyo'lni binosini olib katta logistika markazini boshlash arafasidamiz. Bu loyihamiz ham qariyb 2-3 million dollarlik loyiha bo'ladi. Bundan tashqari katta tekstil mana hozir sentyabr oyida ishga tushadi. Bu loyihamiz ham 3 million dollarlik loyiha, 300 o'rinli tekstil fabrikasi ishga tushadi. Hozir qurilish jarayonlari ketyapti. 2 oyda qurilish jarayonlari tugab, o'sha Turkiya davlatidan biz zamonaviy tikuv mashinkalarini olib kelib, mana shu yerda mustaqillik bayrami arafasida xudo xolasa topshirish niyatidamiz. Bu bir tadbirkorlik yo'nalishida. Endi ishchi o'rinlarida aytadigan bo'lsak, endi bu yil 2025-yilda biz 21.500 ta yangi ish o'rinlari yaratishimiz kerak. Buning natijasida kambag'allik darajasini pasaytirish, ishsizlik darajasini pasaytirish biz oldimizga maqsad qilganmiz. Mana bu yil boshiga bizda kambag'allik darajasi 7-6% bo'lgan bo'lsa, biz buni 3% ga tushirmoqchimiz. Ishsizlik darajamiz 5-3%, buni ham 3-3,5% gacha tushirish bizda imkoniyatimiz bor. Hamma sharoit imkoniyatlari bor. Yoshlar to'g'risida gapirib o'tdingiz. O'zi davlatimiz rahbari ilk lavozimga kirishganlarida eng birinchi qabul qilingan qonun bu yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun bo'lgan. Mana shu yaqinda ham mana yil yakunlari bo'yicha ham yoshlar bo'yicha alohida videoselektor yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda oldimizga juda ham ko'p vazifalarni oldik. Biz 2025-yilda yoshlarni ishsizlikdan xoli qilish, xoli hududga aylantirish bo'yicha biz oldimizga juda katta marralarni olganmiz. Bugungi kunda Narpay tumanida qariyb 550 dan ziyod bitirgan oliy ta'limda yoki o'rta ta'limda bitirgan yoshlarimiz bor. Buni bizlar hammamiz, men boshchilik shaxsan o'zimga ham olganman, o'rinbosarlarim bo'lib olganmizda, bularni hammasini mana shu 1-iyungacha 100% biz ish bilan ta'minlash bo'yicha o'zimizda rejalarimizni qo'yganmiz. Har hafta an'anaga aylangan mana shu juma kuni tushdan keyin yoshlar bilan uchrashuv qilamiz. Yoshlarni qiziqtirgan muammolar, masalalar, bularni hammasini o'rganib, keyingi haftagacha, bir hafta muddat ichida ularga amaliy yordamlar berib, masalalarning yechimi bo'yicha ishlarni tashkil qilganmiz. Umuman o'zi tumanimizda qishloq xo'jaligi bo'yicha ham islohotlar bo'lyapti. Mana paxtachilik, g'allachilik yo'nalishida ham bu yil biz 9162 gektar paxta maydonlarimizdan aksariyat yerlarimizga tomchilatib sug'orish orqali podplyonkaga shu paxtalarni ekishni oldimizda marralarimiz ko'p. Hamma yo'nalishda hurmatli prezidentimiz mana shu yaratib bergan sharoit imkoniyatlardan kelib chiqib biz rejalarni, marralarni katta olganmiz. Maqsadimiz bitta, xalqimizni rozi qilish. Mana shu xalqni rozi qilish yo'lida hamma kuch g'ayratimizni safarbar qilgan holda men boshchilik mana shu tumanda faoliyat olib borayotgan barcha korxona, tashkilotlar qo'limizdan kelgancha xalqni rozi qilish yo'lida ishlarni olib boryapmiz. Narpay tumani to'g'risida taassurotga ega bo'ldik desak, adashmagan bo'laman. Avvallari hokimlarimizni qidirib borsak, soatlab kutgan paytlarimiz ham bo'lgan. Hozirgi kunda buning juda ham aksi, asosan hokimlarimizni o'sha jamoat bilan dalalarda ko'ryapmiz. Juda ko'p viloyatlarga boramiz, hokimlarimizni o'sha dalada, hattoki o'sha dalada ishlayotgan insonlar bilan birgalikda ketmon ko'tarib, etik kiyib ishlayotganlarni ham ko'ryapmiz. Yoki maktablarda bolalar bilan suhbatlar uyushtirgan holatda, yoshlar bilan birgalikda, hattoki musobaqalarda birga bellashib, turli xil o'yinlarda ko'ryapmiz, sport yo'nalishida hamda. Nima deb o'ylaysiz? Tubdan hokimiyat tizimida ham tubdan o'zgarish bo'ldi, yangilanish bo'ldi. Bu albatta yoqimli deb o'ylayman. Inson o'zining rahbarini ham bevosita faqat rahbar deb bilmasdan, albatta birgalikda ishlayotganda u insonga ilhom beradi qandaydir. Shunday. Bunga qanday qaraysiz? Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Mana o'zi ishga biron soat bo'ldi kelganimga, ertalab soat mana shu 6-7 dan chiqib ketamiz. Mahallalarda yuramiz. Hozir mana qishloq xo'jaligi mavsumi boshlangan. Mana shu paxta ekish mavsumi, g'alla agrotexnikasi deymiz yoki mahallalarda uchrashuv. O'zi bizda kunimiz bor. Mana shu 5 kunni biz yo'nalishlar kesimida kun qo'yganmiz. Dushanba kuni iqtisod kuni, seshanba kuni ijtimoiy kun, chorshanba qishloq xo'jaligi, payshanba qurilish kuni, juma kuni investitsiya kuni. Mana shu 5 kunda 5 ta yo'nalishga asosiy biz kunimizni ajratamizda. Undan tashqari har kuni
tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashamiz. 1 soat, 2 soat kamida vaqtimni mana shu tadbirkorlik subyektlariga ajratib boraman. Yo'nalishimda qaysi tadbirkor bo'lsa, kirib nima muammo bor, nima yordam kerak. Chunki bizni eng katta hozir lokomotivimiz bu tadbirkorlik subyektlari. Shuning uchun bugun ham mana juma kuni edi, yoshlar bilan uchrashuvimiz bor edi, tadbirkorlar bilan uchrashdik, investitsiya kuni edi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha ham endi hozir mavsum kechki payt biz yarim bilan soat, kechki payt mana shu 6-7 dan keyin kelamizda. Bu yog'i keyin vaqt o'tganini ham bilmaymiz, o'tirib bugungi kunimizni sarhisob qilamiz, ertangi rejalarimizni qilib olib, ertalabdan yana mana shu nimada dalada yoki mahallalarda yoki tadbirkorlik subyektlarida ishlarimizni davom ettiramiz. Payshanba kuni qabul kunimiz, xalq qabulxonasida fuqarolar qabuli bor. Ertalab 9 dan to fuqarolar tugaguncha biz qabul o'tkazamiz. Qabulda hamma tashkilot rahbarlari ishtirok etadi. Bizda tuman prokurori, tuman ichki ishlar hammamiz borib o'sha xalqda bugungi kundagi mavjud muammolari, masalalari bo'lsa yordam berishga biz harakat qilamiz. Umuman olganda ish kunimiz aytganingizdek dalada, mahallalarda davom etadi. Bu har tomonlama yaxshiki, shaxsan hokim uchun, chunki vaziyatni tumandagi bo'layotgan jarayonlarda o'zi bevosita o'zi kuzatib, o'zi ko'rib boradi. Muammo chiqsa birdaniga o'sha yerdan muammolarni yechib boradi. Mana o'tgan yilga nisbatan bitta narsadan xursand bo'lishimiz kerak, murojaatlarimiz keskin kamaydi. Bu bizda mana shu hurmatli prezidentimiz tomonlaridan o'sha yaratib bergan hamma sohadagi tizimdagi mablag'i bilan, manbasi bilan bo'layotgan mana yo'nalishdagi ishlarni bu natijasi deb o'ylayman. Shuning uchun ham biz kabinetda ko'p o'tirmaymiz, faqat asosan dalada ish tashkil qilamiz. Avvallari biz xayolimizga hokimlarni keltirganimizda, bu kasb egalarini kuzatganimizda yoki eshitganimizda juda ham qattiqqo'l, masalan oddiy fuqaro sifatida ham borsang ham qabuliga ham kira olmaysan, qabuliga kirgan taqdiringda ham sen o'ylagan natijaga erisha olmay chiqishing mumkin, juda ham qattiqqo'l yoki juda ham qo'pol bo'lishadi deyshardida. Hokimiyatga qiziqayotgan, hokimlik tizimida ishlashni xohlayotgan yoshlarning birinchi o'rinda nimasi sizni o'ziga jalb qiladi? Yoki kiyinishimi, yoki muomala madaniyatimi, yoki zehnimi, yoki savollaringizga qandaydir bir savol o'yinlar qilasizmi? Kezi kelganda qattiqqo'l ham bo'lishimiz kerak. Kezi kelganda eshitishni bilishimiz kerak. Menda bitta yaxshi deydimi endi bilmadim. Ko'pchilik ustozlardan ko'rib nima qilganmiz? Eshitaman. U kim kelishidan qat'iy nazar, qabuldan tashqari ham ertalab keladi, bitta yarim odam keladi, ko'rishib, gaplashib, qanaqa muammo bilan kelsa ham uni eshitishga harakat qilaman. Chunki u muammoni eshitsangiz 50% yechimi o'zi shu nimani o'zida bo'ladi. Shuning uchun eshitib, kezi kelganda yo'nalish beramiz, kezi kelganda yordam beramiz. Umuman tashkilotlarga ham shunday nimada prinsipda ishlaymanki, hamma berayotgan topshirig'imni yo'nalishi bilan, manbasi bilan to'liqligicha tushuntirib beraman. Ular keyin o'sha vazifani bajarishda qiynalmaydi. Lekin kezi kelganda qandaydir baribir endi ish jarayonida bo'ladi. Qattiqqo'llik qilishimizga ham to'g'ri keladi, haligi chora ko'rishimizga to'g'ri keladi. Rahbar kezi kelganda qattiqqo'l bo'lish kerak, kezi kelganda ozroq yumshoqroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Qo'rqsa hurmat qiladi deyishadi-ku. Yo'q, men bu doim o'rinbosarlarimga ham hammaga aytaman, rahbardan qo'rqish kerak emas, rahbarni hurmat qilish kerak. Men mana shunaqa o'zimda nimam bor, pozitsiyam bor. Chunki biz ham rahbarlar qo'lida ishlaganmiz, rahbarni hurmat qilganmiz. Rahbardan qo'rqish kerak emas, rahbar ham inson. Faqat o'sha berilgan vazifani mas'uliyat bilan yondashgan holda vazifani vaqtida bajaradigan bo'lsangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Xodimlarimiz o'rtasida ham masalan tumandagi tashkilot rahbarlari bormi, hokimiyat tizimidami, hammasini eshitishga harakat qilaman. Nima shaxsiy muammosi bo'ladimi yoki ish jarayonidagi muammosi bo'ladimi, eshitamiz. Chunki bizlar bitta oilamiz, bitta jamoamiz, maqsadimiz bitta. Juda ham to'g'ri. Shuning uchun kezi kelganda qattiqqo'llik qilamiz, kezi kelganda yaxshi gapiramiz, ko'nglini olamiz. Shunaqa yo'nalishda ishlaymiz. Ikkinchi savol, mutaxassisni sizni yoningizga o'sha men hokimiyatda ishlamoqchiman. To'g'ri savol berdingiz. Mana
deb kelganida. Yaqinda yoshlar bilan uchrashuvni hokimiyatda tashkil qildikda. Ana shu prezident maktabi huzurida ixtisoslashtirilgan maktab bor bizda. Bu hamma tumanlarda ham bor. Taklif qildim. To'liq boshqa yoshlarni ham o'zi hokimiyat qanaqa tashkilot, nima ish bilan shug'ullanadi, kelib mana shu ekskursiya qilib yoshlarni hokimiyatdagi ish jarayonlari to'g'risida to'liq batafsil tanishtirib chiqdim. Xonamga ham olib kirdim. So'radim, oralaringda hokim bo'lmoqchi bo'lganlar bormi dedim. Bir qiz bilan bir yigit qo'l ko'tardida, men dedi hokim bo'lmoqchiman, men hokima bo'lmoqchiman dedi. Keyin ish jarayonimizni so'radi, qanaqa, nima ish qilamiz, hammasini hozir sizga aytgandek batafsil tushuntirib berdik. Juda ham qiziqishi yuqori. Maylimi, joyingizga bir o'tirsam dedi-yu. Qiz ham, o'sha yigitimiz ham o'tirib, aytib bemalol borib o'tirib, ko'rib, juda ham xursand bo'lib, bu ham bularga bir qandaydir motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman-da. Shu yigitlarimizga, qizlarimizga o'rinbosarlarimiz nima ish qiladi, 6 ta o'rinbosar bor, boshqa bo'limlar nima ish qiladi, to'liq hammasiga batafsil tushuntirib berib, yaxshi bir 1 soat, 1,5 soatlik ekskursiya qildik. Ichida yoshlarimiz juda ham faol, haligi nima deydi, hokimiyat tizimiga ham qiziqadigan yoshlarimiz bor ekan. Men to'g'risi hayron qoldim. Savollari ham juda ham o'tkir berayotgan savollari odamni o'ylantirib ham qo'yadi, shoshirib ham qo'yadi, lekin javob berdik hammasiga. Yo'q, hozir mana shu yoshlar o'rtasida bor ekanmi deganingizga to'g'risi mana shu misolni keltirdim. Juda ham ko'p yoshlardan mana shu hokimiyat tizimi to'g'risida uchrashuvlarimizda ham savol bo'ladi. Hokim o'zi nima ish qiladi yoki hokimiyatda nima ish qiladi xodimlar degan savollar ham bo'ladi. Bugun ham mana gaplashdik 38-maktabda yoshlar bilan uchrashuvda gaplashganimizda so'radim, aytdim, ichlaringda shu hokim bo'lish istagida bo'lganlar bordir. Chunki yaxshi niyatda endi odam oldida bir maqsadi bo'ladiki, maqsadi bo'lsa-ki, unda rivojlanish bo'ladi, unda o'sish bo'ladi, unda harakat bo'ladi. Yaxshi yoshlarimizni hokimiyatga nisbatan munosabati deb o'yladim. Bu an'anani davom ettiramiz. To'g'risi hokim bo'lishni orzu qilgan, masalan, tomoshabinlarimiz orasida ham hududlarimizda iqtidorli juda ham yoshlarimiz hozirgi kunda juda ham ko'p. Hattoki o'zligidan bilib turib harakat qilib, kerak bo'lsa mana hozir siz aytib turibsizki, o'sha bir qizimiz bilan bir yigitimiz hokim bo'lmoqchiligi, hattoki kursingizga o'tirishni ham ruxsat so'rabdi. Bu ham bir jasorat, o'sha ichidagini ayta olish ham. Hokim bo'lmoqchi, umuman olganda rahbar bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarimizga masalan, o'sha dilingizda tugib qo'ygan yokida siz amalga oshira olmagan o'sha yoshligingizdagi qanday tavsiyalarni bergan bo'lardingiz? Aynan rahbarlik, bir rahbar sifatida rahbarlikka qiziqayotgan yoshlarga. Endi avvalambor bugun uchrashuvda ham shu gapni aytdim, doim ko'p aytaman. Hozir ular eng o'smirlik davrida eng bilim oladigan, o'rganadigan yoshlarda. Biz ham o'sha yoshdan o'tganmiz. Hech qanday muammosi yo'q. Uni faqat muammosi bilim olish, o'z ustida ishlash, o'qish bo'lish kerak. Mana shundan samarali foydalanib, ertaga oliy ta'limga kiradi yoki oliy ta'limda o'qiyotganlarga ham bugun shu tavsiyani berdikki, ko'proq o'qish kerak. Ko'proq mana liderlar kitobi bor. Men tavsiya qilaman, ko'p o'qiganman, o'zim ham o'qiganman, yoshlarga ham ko'p tavsiya qilaman. Otabek Hasanovning liderlar kitobini tavsiya qilamanki, mana shu o'qib, o'zida ustida ishlab, rahbar bo'lish uchun baribir ko'proq o'qish kerak, ko'proq izlanish kerak deb o'ylayman. O'zimiz ham bu darajagacha mana shu hokimlik faoliyatini boshlaganimizcha ham o'zimizni ustimizda ko'p ishlaganmiz. Men 18 yoshimda o'zim kollejni bitirib, institutga sirtqiga o'qishga kirganman-da, oliy ta'limda sirtqida o'qiganman. Bugun yoshlarga aytdim, ko'proq dedim, sirtqida emas, nimada o'qinglar. Chunki baribir sirtqidan ko'ra kunduzgi haligi o'qiydigan bo'lsa, bilim olish baribir ko'proq, foydasi ko'proq. Hamma narsaga ulguramiz, hamma narsani vaqt soati bilan bo'ladi degan fikrni bildirib, yoshlarimizga ko'proq shu kitobdan oziqa olib, o'zini ustida ishlab, chunki kitob insonni nima deydi, nutq madaniyati, nutqini ham boyitadi, fikrlashini, qarorlar qabul qilishda juda ham katta rol o'ynaydi deb o'ylayman-da. Shuning uchun
ko'proq tavsiya berib, hozirgi yoshlarimizga ham shu tavsiyam bor. Ko'proq o'qish kerak, izlanish kerak, o'z ustida bilimlarini oshirish kerak. Nima deydi? Lavozimni orqasidan yugurish kerak emas deymanda, lavozim kerak bo'lsa, o'zi o'sha yaxshi kadrni o'zi topib olib, o'zlari nima qiladi? Rahbariyat boshqa o'zlari munosib deb ko'rsa, shu lavozimni beradi. Faqat uning uchun mehnat qilish kerak, o'qish kerak deb o'ylayman. Bugungi kunda yoshlarimiz biroz hissiyotlarga beriluvchan bo'lib qolganlari ham borda. Ozgina bir xato qilib qo'ysa yoki qiyinchilikka uchrasa yoki biron bir o'sha maqsadiga erisha olmay qolsa, bundan bir juda ham katta bir vahima yoki bir katta bir hodisa yasab olib, hattoki ota-onasini ayblashi, hattoki butun bir jamiyatni ayblashi, insonlarga nisbatan nafrati, qolaversa ertangi kuniga bo'lgan ishonchi yo'qolib, bo'ldi, men uchun hayot tugadi. Endi orqaga ham oldinga ham yo'l yo'q. Palonchining otasi boyda, ana qo'llab-quvvatlab turibdi. Siz bo'lsangiz oddiy ishchisiz yoki bo'lmasam palonchining tanishi borda qo'llaydigan degan iboralarni ham ishlatib qolishadi, eshitib qolamiz ba'zida. Bu bor haqiqat. Bilmaydiki, endi yoshlik paytida nimalarni o'ylamaydi inson. Siz ham bugun yutuqlarga erishgan bir inson sifatida, ota sifatida, ustoz sifatida yoki shogird sifatida shunday qiyinchiliklarga uchraganmisiz? Shunday qiyinchiliklarga uchragan yoshlarimizga qanday fikr bildirgan bo'lardingiz? Hayotda har bir inson bor ekanki, baribir siz aytgandek qiyinchilik kunlar ham bo'ladi. Qiyinchilik deganda qandaydir ishda, jarayonda hamma ham xato qiladi. Hayot bor ekanki, inson bor ekanki, xatoga uchraydi yoki qandaydir bir qiyinchilikka uchraydi. Menda bitta nima bor, men ham xato qilaman. Men ham hozirgacha ham ayrim joylarda, ayrim masalalarda qarorlar qabul qilishga qiynalamiz. Chunki xalqni manfaati, xalqni dardi, xalqni rozi qilish bu juda ham katta mas'uliyat hisoblanadi. Bu yosh bo'ladimi yoki rahbar bo'lamizmi, oldimizda juda katta mas'uliyat turibdi. Mana shu qiyinchiliklarni ham nima deydi, sinovda bu hammaga, bu yoshlarga ham, bizga ham beriladigan sinov. Mana shu sinovlardan faqat sabr, toqat bilan sabr qilishimiz kerak. Inson avvalambor sabr qilishni o'rganish kerak. Sabr qilib o'zini oldiga qo'yilgan yo'lidan, maqsadidan tonmasdan dadil qadam tashlab harakat qilaversa, albatta o'sha natijasiga erishadi. Endi siz qiynalganmisiz deysiz, endi faoliyatimizda 2003-yil ish faoliyatimni boshlagan bo'lsam, 22 yildan oshdi ish faoliyatimizni boshlaganimizga. Albatta sohada ishlaganimizda, bank sohasida ishladik, keyin mana Oliy Majlisda ishladik. Umuman bo'ladi qiyinchilik. Bizda ham bo'lgan bir xil vaqtlar qandaydir attang degan paytlaringiz ham bo'lganmi? Yo'q, attang degan vaqtim bo'lmagan. Boshqa kasbimni o'zgartirsam bo'lar ekan. Yo'q, unaqa boshqa sohada ishlasam bo'lar ekan. Yo'q, unaqa holat bo'lmagan. Nimaiki bo'lsa yaxshilikka. Hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak. O'sha qiyinchilik ham bizga berilgan bir sinov. O'shandan odam chiqara olish kerak. Inson mana shu qiyinchiliklardan, sinovlardan sabr bilan o'tadigan bo'lsa, ertaga albatta buni mevasi, natijasi bo'ladi. Shuning uchun hech qachon orqaga chekinish kerak emas. Oldiga har bir inson o'zini oldidan nima deydi, bir marrani keng olib, bir maqsadni qo'yib olib, shunga harakat qilsa, albatta erishadi. Faqat sabr bilan, matonat bilan qilish kerak. Haligi aytganingizdek, oldida tanish bilishi bor, boshqasi bor deyapsiz. Men balki bordir. Lekin men u narsaga e'tibor bermayman. Chunki men oddiy bir ziyoli oilani farzandiman. Unday bir orqada nima bo'lish boshqa emas. O'zimizni mehnatimiz bilan mana shu rahbarlarimiz munosib ko'rgan ekanki, mana shu darajagacha keldik. Shuning uchun izlanishdan, o'qishdan, mehnat qilishdan to'xtamaslik kerak edi. Faqat olg'a maqsad sari harakat qilish kerak. Albatta buni natijasi bo'ladi. Davlatimiz rahbari ko'p bor doim ta'kidlaydilarki, yoshlarim menga ko'zlari yonib turadigan yoshlar kerak.
va shuning barobarida har bir tashkilot, tizim yoshlarimizni shunchalik darajada asrash kerak, avaylash kerakki, u yoshlarimiz bizning yangi O'zbekistonning haqiqiy kelajagi bo'ladi. Bu bejizga emas albatta. Nimaki qilayotgan bo'lsak va bo'lishayotgan bo'lsa rahbariyatimiz, bu albatta bizning kelajagimiz, yurtimiz ravnaqi hisoblanadi. Shu o'rinda yana bitta savol. Bugungi kunda ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha juda ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni ichki turizm deganda qaysidir bir ziyoratgoh yoki qandaydir bir dam olish maskanlari emas, o'zimizni oilaviy dam olishimiz uchun ham yaxshi ishladingmi, yaxshi dam olishga ham vaqting ham bo'lsin, imkoniyating ham bo'lsin deb alohida shunga ham e'tibor berilyapti davlatimiz tomonidan. Dam olish maskanlari qay tarzda? O'zi umuman hokimlar ham dam oladimi? Qachon dam oladi masalan? Va xodimlaringizga qanday dam olish yo'llarini, imkoniyatlarini yaratib bergansiz? Chunki yaxshi dam mehnatga hamdam. Menimcha sizga kelguncha bizda bu yo'nalishda qilgan ishlarimiz to'g'risida qisqacha ma'lumot berishganmi balki? Yo'q, berishdi. Mana kechagi hafta ham ishlagandan keyin dam olishni ham tashkillashtirish kerak. Bu dam olish ham ertangi ishga juda ham yaxshi motivatsiya, ya'ni ish unumdorligini oshiradi. Xodimlarimizga yaratib beryapmiz. Mana o'tgan haftada mana shu hokimiyat xodimlari uchun alohida biz dam olish kuni yakshanba kunidan foydalangan holda o'zimiz bir dam olish maskaniga borib, shu jamoa bular borib maza qilib dam olib kelishdi. Mana kecha dushanbadan hammasi ko'zi yonib, charchoqlar tashlab, ish samaradorligi yanada oshdi va hamma nimani qo'llab-quvvatlayman. Dam olish kuni yakshanba kuni oila davrasida bo'lishini xohlayman. O'zimiz lekin rahbarlar chiqamiz baribir ishga. Hech bo'lmasa o'sha yakshanba kuni ham ishni hajmidan kelib chiqib, ayrim yakshanba kunlari chiqishimiz kerak. Mana mavsum baribir obedgacha hech bo'lmasa ishga boramiz. Obeddan keyin lekin oilaga vaqt ajratib dam olmaymiz desak noto'g'ri bo'ladi. Yakshanba kunlari harakat qilamiz oilaga vaqt ajratishga. Ba'zilar ishlab dam olganday bo'ladi-ku. Yakshanba kuni harakat qilaman oilam davrasiga, ota-onamni borib ko'rishga harakat qilaman. Ular bilan bir tushlik paytida yoki kechki payt birga bir dasturxonda oilaviy o'tirib, ham suhbat bo'lib, ota-onadan yaxshi maslahat olib, duolarini olib kelishga harakat qilamiz. Ular endi baribir boshqachada ota-onaning duosi, suhbatlashib nima qilamiz, mazza qiladi odam. Dushanba kundan ish faoliyatimizda yanada ham unumdorlik oshadi, qandaydir kayfiyat beradi. Ayrim haftada yakshanba kunlar ishlashga ham to'g'ri kelib qoladi. Bora olmay qoladigan bo'lsa, keyingi hafta yakshanbagacha qandaydir odam baribir salgina nima bo'lib yuradi-da. Lekin harakat qilaman yakshanba kuni ham o'zim ham hech bo'lmasa obeddan keyin dam olishga. Bizda turizm bo'yicha ikkita asosiy ziyoratgohimiz bor. Ikkinchisi Ko'kota ziyoratgohimiz bor. Ikkita mana shu ziyoratgohga ham sizlarga taklif qilamiz. Ko'p nimalardan kelishadi bilganlar. Hozir u yerda ham katta bir nima quryapmiz, yonidan ta'mirlayapmiz o'sha binosini. Xo'ja Korson ota ziyoratgohi o'zi tayyor bo'ldi, qarib, faqat shu благоустройство ishlari qolgan. Shularni ham oxiriga yetkazadigan bo'lsak, iyul oylarida uni ham to'liq topshirish arafasidamiz. Umuman olganda turizm bo'yicha o'zimizda ham mahallalarda tashkillashtirdik. Buni aytganingizdek, ichki turizm bo'yicha ham har hafta shanba, yakshanba kuni ikkita mahallani o'zimizda hokimiyatda avtobusi bor. Avtobusni beramiz. Nuroniy oqsoqollarimiz, hojota xojonalarimizni sayohatga jalb qilyapmiz ichki turizmga. Buxoro shahriga, Qashqadaryo, Samarqand har hafta mana shu bir oydan beri har hafta bor. Haftaga kamida 2ta, bo'lmasa 3 marotaba borishib, aylanib kelib, ziyorat qilib kelishadi. Bu bo'yicha ham ishlarimizni grafik asosida tashkillashtirganmiz. Juda ham chiroyli ishni yo'lga qo'yibsizlar, chunki keksalarimizga e'tibor, yoshlarimizga e'tibor albatta ish ko'lamiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Xuddi yuqorida aytib o'tganingizdek, oltin olma, duo oltin emasmi deyishadi keksalarimiz. Bu bejizga emas albatta.
Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi Sherbek aka. O'zi sizga savol berishning ham hojati yo'q ekan. Oratorlik xususiyati bor ekan. Chunki har bir rahbar shunday bo'lishi kerak deb o'ylayman. Har bir rahbar o'zining tizimini, tashkilotini, tumanini xuddi 5 barmog'idek bila olishi kerak va qanday harakatlanishni, qanday o'sha o'ziga chizib olgan xaritasi bo'ylab o'sha 5 kun davomida bo'ladimi, 6 kun davomida bo'ladimi, harakat qilishni avvalo boshliqdan boshlash kerakki, ertaga o'rnak olib, xodimlar ham shu yo'sinda harakat qilsin. Juda ham kerakli va unumli suhbat bo'ldi desak adashmaymiz. O'ylaymanki, bu suhbat bizni tomosha qilib turgan yoshlarimizning hayot yo'llarida ham asl qotadi. Yana bir bor sizga Yoshlar telekanali Tafakkur yo'li jamoasi nomidan tashakkur aytamiz. Ishlaringizga rivoj tilaymiz. Yangi loyihalarda yana birga ishlashlik, birga ko'rishlik nasib qilsin. Rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat. Sizlarning ham faoliyatlaringizga, ijodlaringizga omad tilaymiz. Maqsadni to'g'ri qo'ying va harakatni boshlang. O'zingizga ishonishni albatta sinab ko'ring. Ana shunda natija siz bilan. Bizga hamrohlik qilganingiz uchun siz azizlarga tashakkur etamiz. Yana tafakkur yo'lida uchrashguncha omon bo'ling deb qolamiz.